Mark Avreliy iqtiboslari. G'alabalar davrida kamtar bo'l, mag'lubiyatlar davrida esa xotirjam. Biz eshitayotganlarimiz fakt emas, balki fikr. Biz ko'rayotganlarimiz haqiqat emas, balki nuqtai nazar. Kuch bilan erisha olmasang, aql bilan zabt et. Janglarda kulish uchun mashg'ulotlarda yig'lash kerak. Bugun sen o'zing istagandek inson bo'lishing mumkin edi, lekin buning o'rniga sen ertangi kunni tanlamoqdasan. Qulay sharoitda o'sishga erishish imkonsizdir. Yaxshi qilingan ish yaxshi aytilgan gapdan yaxshiroqdir. Inson o'zini qancha ko'p sevsa, atrofdagilarning fikriga shunchalar ehtiyojli bo'ladi. Agar yo'lni topa olmasang, uni o'zing barpo et. Dushmandan qasos olishning eng yaxshi yo'li unga o'xshamaslikdir. Zaiflikning eng jirkanch turi bu o'ziga bo'lgan achinishdir. Qo'rquvlaringni sendan qo'rqishga majbur qil. O'z johilligi va yanglishuvlariga vafodor kimsa muqarrar jabr ko'radi. Sen bilan nima sodir bo'layotgani emas, balki bunga bo'lgan munosabating muhim.